Assalomu alaykum hammaga. Bu video Abdurahmon Fozilovga bo'ladi. Abdurahmon Fozilov Parij 2024 o'yinida temir kapatib, bizda xonada sharoitlar yo'q, futbolchilar qiynalmoqda, konditsioner ishlamayapti, suv ishlamayapti, oziq-ovqat yetishmayapti deb chiqqanda Abdurahmon Fozilov o'zining reklamasidagi tushunkalar, ma'lum bir ovqatlarni reklama qilib, bizda hamma sharoitlar bor, futbolchilar qiynalmayapti deb video qilib chiqqandi va temir kapatsini qandaydir bir hisobda abrojsizlantirgandi. Yana yetishmaganda hozir temir kapatsining shogirdlari bilan kontent va keraksiz reklamalarni olib O'zbekiston futbolini abrojsizlantirmoqda. Agar shunchalik sening kontentlaring ommaga yoqayotgan bo'lsa, iltimos u futbolchilar shug'ullanayotgan joyiga borib olib, ularga xalaqit qilib, mishat qilmasdan temir kapatsining o'zi bilan tot seni yaxshi ko'rsa, agar u video